Hurmatli direktor, bugun hamma yigitlarga men ovoz beraman. Chunki zapis 11-avgustdan 12-avgust sanasiga o'tar kechasi soat 00:12 da qilindi. Sekundini bilmayman. Rahmat sizga. Endi nima uchun bu bolani ovozi qiz bolanikiday deyishlaringiz mumkin? Chunki menga Diana opa ovoz bergan. Потому что Diana opa aytdi. Tak, bugun sotrudniklarni kuzatish kerak ekan. Biza nechinchi otryad bizaga nima tushgan? Biza ikkinchi otryadmiz. Krujoklarni ko'rsatib berishimiz kerak. Qanaqa ikkinchi otryad, Diana? Biza 4-otryad biza. Biza DJni kuzatishimiz kerak. Диджейма? Вот, тогда посмотри. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Bu DJ emas bu diskoteka. Biza DJni kuzatishimiz kerak. Диджейма? Диджей joyda o'tiribdi-yu. Abdulaziz aka, привет. Abdulaziz akam o'tirgan hamma ko'rib o'tiribdi. Biza o'sha narsani sahnada ko'rsatib berishimiz kerak DJni, tushundingmi? Men sen yana bir marta aytayapman. Kiraydan ketibsan, past berolman, sразу vartga tiqsang bo'lak, normalniy uyni, iltimos sana, ochil normalniy uyni. Hech kim aytmaysan, bir futbolist deb. Abdulaziz aka, Abdulaziz aka, diskoteka boshlarini hamma otryad kelgan bitta sizning kitobimiz keling evi. Hozir boraman. Ketdik Misha. Bu DJ bu musiqa aloqasi bo'lganiga sababiki bu o'zi yuqtirgan bo'lishi kerak-da bunga. Shunaqa qanaqa bo'ladi? DJning vazifasi bilasizlar hammalar, balki tomoshabin bilmasligi mumkin. DJning vazifasi qo'shiqdan orttirib fakka qiladi.